tashakkur deb qolamiz barchaga yaxshi kayfiyatda sog'oramiz davramizni ochib qo'yamiz. Kuyov to'ramiz va kelin podshomiz davramiz markazi ko'rib turadi. Ana endi milliy qadriyat, milliy urf-odat kelin podshomizni yurtga salomlari, ko'kka salomlari bilan tantana shodiyona davom etar ekan. Internet olamida, YouTube platformasida, Instagram platformasida, TikTok platformasida o'ziga xos, o'ziga mos yo'nalish topa bilgan salom qo'shig'ini mohir ijrochisi Matibaxon opamiz sahnaga taklif etib qolamiz. Muxtasarxon opamiz. Qanchada yana bittasi bor-da? Birinchisi menman. Original. Avvalambor assalomu alaykum dilga yaqin qadrdonlar, davrani to'ldirib turgan do'sti birodarlar. Darhaqiqat Andijon viloyatining Xonobod shahridan mana shu xonadonda ijtimoiy tarmoqlardagi ashaddiy muxlislarim, fanatlarim bo'lgan Bobomurod o'g'limiz, Gulxumorxon singlimizni aziz farzandlari Barkamol Mirzo hamda bularning yori jonlari bo'lgan to'yxona malikasi Niluzar qizimizni to'ylariga lutfan tashrif buyurdik. Bizni qoidamizga rioya qilasizlar. Bizni qoidamiz bo'yicha ro'yxat tuzilgan. Amma xola, amaki tog'a ismlari chiqqan biletni menga topshirib kelindolga ketaverasizlar. Niluzar qizim, jonim qizim, malohatli go'zalim. Yor xonadonining oltin ostonasini bezab turgan Mohtobon malikam, o'zbekona, sharqona. Ayni damda bizni Andijoncha salomimizni havas qilganlarga chiroyli qizim salomlarni ado eting. Sizni husn malohatingiz nuridan nainki jumlai jahon shu yerdagi mehmonlar chehrasi ham munavvar bo'lib ketsin asal qizim. Boshlaymiz. Qani o'g'lim tayyor bo'lsang,